Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar. Siz bilan men Alisher Mahmudov, ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha ekspert. Bugungi mavzuyimiz sizning hayotingizni tubdan o'zgartirishi, sizga har oy sezilarli darajada pul tejash imkonini berishi, hatto yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin bo'lgan jiddiy masalaga bag'ishlangan. Gap pensiya guvohnomasi haqida ketmoqda. Ko'pchilik uni shunchaki nafaqa olish huquqini tasdiqlovchi bir parchagina qog'oz deb biladi. Ammo bu noto'g'ri tushuncha. Sizning pensiya guvohnomangiz aslida 9 ta. Balki undan ham ko'proq yashirin imkoniyatlarni o'z ichiga olgan haqiqiy kalit ekanligini bilarmidingiz? Bu haqda sizga kimdir aytganmi? Katta ehtimol bilan yo'q. Bugun men sizga o'sha 9 ta sirli imkoniyatni ochib beraman. Bu ma'lumotlar nafaqat bugungi nafaqaxo'rlar uchun, balki kelajakda nafaqaga chiqadigan har bir kishi uchun ham juda muhimdir. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Boshladik. Ko'p yillar davomida pensiya guvohnomasi faqat bir maqsadda xizmat qilgan. U sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlash va har oy nafaqangizni olish uchun asos bo'lgan. Qog'oz ko'rinishidagi bu hujjat bankda, pochta bo'limida yoki uyga nafaqa tarqatuvchi xizmat xodimi oldida sizning shaxsingizni va nafaqa oluvchi maqomingizni tasdiqlagan. Boshqa hech qanday funksiya yoki imtiyozlar haqida keng tarqalgan ma'lumotlar deyarli yo'q edi. Odamlar pensiya guvohnomasini shunchaki shaxsni tasdiqlovchi ikkinchi darajali hujjat sifatida qabul qilishgan. Faqatgina juda cheklangan doiradagi odamlar, masalan, huquqshunoslar yoki ijtimoiy xizmatlar xodimlari ba'zi imtiyozlar mavjudligini bilishgan. Ammo bu ma'lumotlar keng jamoatchilikka yetib bormagan. Ammo vaqt o'zgardi. Davlatning ijtimoiy siyosati rivojlandi va pensiya guvohnomasiga bo'lgan munosabat ham o'zgardi. Bugungi kunda bu hujjat faqat nafaqa olishdan ko'ra ko'proq narsani anglatadi. Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar natijasida aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pensiya guvohnomasi endi oddiy qog'oz emas, balki bir qator ijtimoiy imtiyozlar, chegirmalar va qo'shimcha xizmatlardan foydalanish uchun rasmiy kirish chiptasiga aylandi. Ko'plab yangi qonunlar va qarorlar qabul qilindi. Ular nafaqaxo'rlar uchun bir qator imkoniyatlarni yaratdi. Ammo bu imkoniyatlar haqida aholi orasida, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar orasida ma'lumot yetarli emas. Ko'pchilik ular haqida eshitmagan yoki eshitgan bo'lsa ham qanday foydalanishni bilmaydi. Natijada har kuni millionlab so'm pul havosiga ketmoqda. Minglab odamlar o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlardan foydalana olmayapti. Bu aslida katta muammo. Bugungi videomiz aynan shu muammoni bartaraf etishga qaratilgan. Keling, har bir yashirin imkoniyatni alohida ko'rib chiqaylik. Birinchi yashirin imkoniyat kommunal to'lovlar uchun chegirmalar. Bu eng keng tarqalgan, ammo shunga qaramay ko'pchilik e'tibor bermaydigan imtiyozlardan biridir. Nafaqaxo'rlar, ayniqsa yolg'iz yashovchilar yoki nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun elektr energiyasi, tabiiy gaz, suv ta'minoti va chiqindi to'lovlari bo'yicha davlat tomonidan belgilangan chegirmalar mavjud. Masalan, oddiy misolni keltiraman. 7 yoshli Oygul aya har oy 1,000 so'mga yaqin kommunal to'lovlarni to'lab kelgan. U nafaqa guvohnomasi orqali elektr energiyasi va gaz uchun bitilgacha chegirma olish huquqiga ega ekanligini bilmasdi. Uning ko'p yillar davomida bu imtiyozdan foydalanib kelayotgan Zebo opa maslahat bergach, Oygul aya tegishli idoraga murojaat qildi. Natijada u har oy 7,000-8,000 so'm atrofida pul tejay boshladi. Yiliga bu qariyb 20 million so'm degani. Tasavvur qiling, bu pulni dori darmonga, oziq-ovqatga yoki nabiralarga sovg'a olishga sarflash mumkin. Bu imtiyozlar shunchaki mavhum qoidalar emas, balki qonun hujjatlarida mustahkamlangan aniq me'yorlardir. Verilmagan chegirmalar miqdori va shartlari sizning ijtimoiy holatingizga, yashash joyingizga va boshqa omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ammo ular mavjud va siz ulardan foydalanishingiz shart. Ikkinchi yashirin imkoniyat. Jamoat transportidan bepul yoki imtiyozli foydalanish. Bu ayniqsa shaharlarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun juda muhim. Ko'pchilik yoshi ulug' insonlar poliklinikaga, bozorga, do'stlarinikiga yoki bolalarinikiga borish uchun jamoat transportidan foydalanadi. Toshkent shahrida pensiya guvohnomasi egalari shahar avtobuslari va metrodan bepul foydalanish huquqiga ega. Viloyatlarda esa bu imtiyozlar chegirmali tariflar shaklida bo'lishi mumkin. Keling, Farhod boboni misol qilib olaylik. Farhod bobo har kuni Toshkentda avtobusda bozorga borib kelardi. Bir oyda transport uchun qariyb 1000 so'm sarflardi.
u nafaqa guvohnomasi bilan bepul yurishi mumkinligini bilmasdi. U hamkasbi bilan suhbatlashib qolgach bu haqda bilib oldi. Endi Farhod bobo har oy 1000 so'mni o'z cho'ntagida saqlab qoladi. Yiliga daqiqada 1000 so'm bu kichik summa emas. Bu pulni u o'zining sevimli hobbisiga, masalan, kitoblar sotib olishga sarflashi mumkin. Bu imtiyozdan foydalanish uchun shunchaki haydovchiga yoki konduktorga pensiya guvohnomasini ko'rsatish kifoya. Uchinchi yashirin imkoniyat. Tibbiy xizmatlar va dori-darmonlar uchun imtiyozlar. Bu ehtimol eng qadrli imkoniyatlardan biridir. Keksa yoshdagi odamlar ko'pincha turli xil kasalliklarga duch kelishadi va ularga doimiy tibbiy nazorat, tekshiruvlar va dori-darmonlar kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi egalari davlat tibbiyot muassasalarida bepul tibbiy ko'rikdan o'tish, shuningdek, davlat tomonidan tasdiqlangan dori-darmonlar ro'yxati bo'yicha sezilarli chegirmalar yoki hatto bepul dori-darmonlar olish huquqiga ega. Misol tariqasida Ma'rufjon amakini keltiraman. Ma'rufjon amaki qandli diabet kasalligi bilan og'riydi va har oy insulin sotib olishga majbur. U har oyda dorixonaga 300 million so'm atrofida pul sarflardi. U tegishli tibbiyot muassasasi orqali unga insulin bepul berilishi kerakligini bilmasdi. Pensiya guvohnomasini taqdim etgach va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirgach, endi u insulinni bepul oladi. Tasavvur qiling, har oy 300 ming so'm, yiliga 3 million 6 ming so'm tejash mumkin. Bu nafaqaxo'rlar uchun katta yordam. Shuningdek, sanatoriy kurortlarda davolanish uchun imtiyozli yo'llanmalar olish imkoniyatlari ham mavjud. Bu borada ham pensiya guvohnomasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. 4-chi yashirin imkoniyat, soliq imtiyozlari. Bu imkoniyat ko'proq mulkka ega bo'lgan nafaqaxo'rlar yoki ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun dolzarb. Pensiya guvohnomasi mulk solig'i, yer solig'i kabi ba'zi turdagi soliqlar bo'yicha imtiyozlar olishga asos bo'ladi. Ba'zi hollarda pensiya yoshidagi shaxslar mavjud turdagi mulk soliqlaridan to'liq ozod qilinishi mumkin. Masalan, Toshkentda yashovchi malikaxo'g'in ayol o'ziga tegishli uy uchun har yili 300 ming so'm miqdorida mol mulk solig'i to'lardi. Uning pensiya guvohnomasi unga ushbu soliqdan to'liq ozod bo'lish huquqini berishini bilmasdi. Mahalla maslahatchisi bu haqda aytgach, u soliq inspeksiyasiga murojaat qildi va keyingi yildan boshlab mol mulk solig'ini to'lashdan ozod bo'ldi. Bu ham bir necha 100 ming so'mni tejash imkonini beradi. Shuningdek, agar siz nafaqada bo'lsangiz ham ishlasangiz, daromad solig'i bo'yicha ham ma'lum imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu borada soliq organlari bilan bog'lanib aniqlik kiritish lozim. 5-chi yashirin imkoniyat, bepul yuridik yordam. Ko'p keksa yoshdagi fuqarolar huquqiy savodxonligi yetishmagani sababli turli muammolarga duch kelishadi. Ba'zan qandaydir shartnomani imzolashda, meros masalalarida yoki boshqa huquqiy holatlarda ularga malakali yordam kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi sizga bepul yuridik maslahatlar yoki imtiyozli yuridik yordam olish huquqini berishi mumkin. Davlat tomonidan tashkil etilgan bepul yuridik yordam markazlari, shuningdek, ba'zi nodavlat notijorat tashkilotlari nafaqaxo'rlar uchun ushbu xizmatlarni taqdim etadi. Hatto sud jarayonlarida ham advokat xizmatlari uchun chegirmalar yoki to'liq ozod etish holatlari uchraydi. Bir misol keltiraman. 5 yoshli Gulnora momo o'z uyiga egalik huquqi bilan bog'liq muammoga duch keldi. U o'z huquqlarini bilmaganligi sababli advokat yollashga puli yo'qligi uchun juda xavotirda edi. Mahalla fuqarolar yig'inida unga pensiya guvohnomasi bilan bepul yuridik yordam olish mumkinligini aytishdi. Gulnora momo tuman adliya bo'limi huzuridagi yuridik maslahatxonalardan biriga murojaat qildi va malakali yuridik yordam oldi. Natijada o'z muammosini hal qildi. Bu juda qimmatli yordam bo'lib, nafaqaxo'rlarga o'z huquqlarini himoya qilishda katta yordam beradi. 6-chi yashirin imkoniyat, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari va moddiy yordam. Davlat ijtimoiy himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlar uchun turli xil moddiy yordam dasturlarini amalga oshiradi. Pensiya guvohnomasi sizning shu dasturlardan foydalanish huquqini tasdiqlovchi asosiy hujjat hisoblanadi. Bu dasturlar orqali sizga bir martalik moddiy yordam, oziq-ovqat mahsulotlari paketlari, qishki kiyimlar uchun subsidiya, uy-joy sharoitlarini yaxshilashga yordam va boshqa turdagi yordam ko'rsatilishi mumkin. Masalan, Qobiljon bobo kam ta'minlangan oilalarga yordam berish dasturi bo'yicha bir martalik moddiy yordam olish huquqiga ega edi. U bu haqda bilmasdi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi unga shu haqda aytib, tegishli hujjatlarni topshirishga yordam berdi. Natijada Qobiljon bobo kutilmagan moddiy yordam oldi. Bu uning oilaviy byudjetiga katta yordam bo'ldi.
Bunday dasturlar doimiy ravishda yangilanib boradi. Shuning uchun mahalladagi ijtimoiy xodimlar yoki fuqarolar yig'ini bilan aloqada bo'lish juda muhimdir. Sizning pensiya guvohnomangiz shu imkoniyatlarga eshik ochadi. 7-yashirin imkoniyat. Bank xizmatlari va moliyaviy imtiyozlar. Ba'zi banklar nafaqaxo'rlar uchun maxsus takliflar va imtiyozlar taqdim etadi. Bu imtiyozlar depozitlarga yuqori foiz stavkalari, kreditlar uchun past foiz stavkalari, bank xizmatlari uchun komissiyalardan ozod qilish yoki boshqa qulay shart-sharoitlar shaklida bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomasi sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlagan holda bu turdagi bank mahsulotlaridan foydalanishga yo'l ochadi. Tasavvur qiling, bir nafaqaxo'r o'z jamg'armalarini bankka joylashtirmoqchi. Agar u o'z pensiya guvohnomasini taqdim etsa, u oddiy mijozdan ko'ra yuqoriroq foiz stavkasida depozit ochishi mumkin. Bu uning jamg'armalari tezroq ko'payishiga yordam beradi. Ba'zi banklar pensiya hisob varag'i egalari uchun kommunal to'lovlarni komissiyasiz amalga oshirish imkoniyatini ham beradi. Bu ham kichik bo'lsa-da pul tejashga yordam beradi. 8-yashirin imkoniyat. Madaniy va dam olish tadbirlariga chegirmalar. Bu ayniqsa faol hayot tarzini olib borishni istagan nafaqaxo'rlar uchun qiziq. Muzeylar, teatrlar, konsert zallari. Ba'zi sport inshootlari nafaqaxo'rlar uchun kirish chiptalariga sezilarli chegirmalar berishi mumkin. Bu keksa avlod vakillarining madaniy hayotda faol ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatining bir qismidir. Masalan, Nargiza opa teatrni juda yaxshi ko'radi. Ammo pensiya miqdori unga har doim ham teatrga borishga imkon bermaydi. Bir kuni u teatr kassasiga borganda pensiya guvohnomasini ko'rsatib, berida chegirma bilan chipta olishi mumkinligini bilib oldi. Endi u tez-tez teatrga boradi va sevimli san'atkorlar ijrosidan bahra oladi. Bu imkoniyat nafaqaxo'rlar uchun nafaqat pul tejash, balki ularning ruhiy holatini yaxshilash, yolg'izlikdan qutulish va jamiyatga faol integratsiyalashish uchun ham juda muhimdir. 9-yashirin imkoniyat. Uy-joy sharoitlarini yaxshilashga yordam va ijtimoiy xizmatlar. Ba'zi hollarda pensiya guvohnomasi egalari uy-joy sharoitlarini yaxshilash uchun davlat dasturlari doirasida yordam olishlari mumkin. Bu uy-joyni ta'mirlash, qizdirish tizimlarini yaxshilash yoki hatto yangi uy-joy olish uchun imtiyozli shartlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, yolg'iz, kasal yoki nogiron nafaqaxo'rlar uchun ijtimoiy xizmatlar, masalan, uyda parvarish qilish, oziq-ovqat yetkazib berish yoki boshqa maishiy yordam ko'rsatish dasturlari mavjud. Bu dasturlar pensiya guvohnomasi asosida amalga oshiriladi. Farhodbek aka nogironligi bor nafaqaxo'r uyning tom qismi ta'mirga muhtoj edi. U davlat tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy yordam doirasida uyini ta'mirlatish uchun subsidiyaga murojaat qila olishini bilmasdi. Mahalla mutasaddilari ko'magi bilan u barcha hujjatlarni, jumladan pensiya guvohnomasini taqdim etdi va natijada uyini ta'mirlash uchun moliyaviy yordam oldi. Bu nafaqaxo'rlarga qulay va xavfsiz yashash sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan juda muhim yordamdir. Ko'rib turganingizdek, pensiya guvohnomasi shunchaki qog'oz emas, balki sizga ko'plab imtiyozlar va yordamlardan foydalanish imkonini beruvchi muhim hujjatdir. Ammo bu imkoniyatlardan foydalanishda ba'zi istisnolar, nozik jihatlar va tuzoqlar ham mavjud. Ularni bilish juda muhim. Birinchidan, imtiyozlar avtomatik tarzda berilmaydi. Ko'pgina hollarda siz o'zingiz tegishli idoraga murojaat qilishingiz va arizangizni topshirishingiz kerak. Davlat organlari sizga telefon qilib yoki uyma-uy yurib, qanday imtiyozlarga ega ekanligingizni tushuntirib bermaydi. Bu sizning tashabbusingizni talab qiladi. Masalan, kommunal to'lovlar uchun chegirma olish uchun siz g'aznaxona bo'limiga, elektr ta'minoti idorasiga yoki suv ta'minoti korxonasiga shaxsan borib, pensiya guvohnomangiz, pasportingiz va arizangiz bilan murojaat qilishingiz kerak. Agar siz yolg'iz bo'lsangiz, mahalla fuqarolar yig'inidan yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma ham talab qilinishi mumkin. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin, ammo natija bunga arziydi. Ikkinchidan, imtiyozlarning shartlari va hajmi har doim ham bir xil emas. Ular yashash joyingizga shahar yoki qishloq, sizning nafaqaxo'r toifangizga, masalan, mehnat faxriysi, urush qatnashchisi, nogironligi bor shaxs, oilaviy ahvolingizga va hatto umumiy daromadingizga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi imtiyozlar faqat kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir imtiyozga murojaat qilishdan oldin uning aniq shartlarini aniqlashtirish juda muhimdir. Masalan,
elektr energiyasi uchun chegirma ma'lum bir iste'mol limiti doirasida amal qilishi mumkin. Agar siz belgilangan limitdan ko'proq elektr energiyasi ishlatsangiz, oshiqcha qism uchun to'liq tarifda to'lashingizga to'g'ri keladi. Uchinchidan, ma'lumotlarni tekshirish. Ba'zida davlat idoralaridagi xodimlar o'zgarishi yoki ma'lumotlarning eskirishi sababli sizning huquqlaringiz haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmasliklari mumkin. Agar sizga biror imtiyozdan voz kechishsa, sababini aniq so'rang va tegishli qonun hujjatlariga murojaat qiling. Agar siz o'z haqqingizga ishonch hosil qilsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki xalq qabulxonalariga murojaat qilishdan tortinmang. Xalq qabulxonalari aynan shunday holatlarda fuqarolarga yordam berish uchun tashkil etilgan. 4-dan, ba'zi imtiyozlarning muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi bir martalik moddiy yordamlar yoki tibbiy ko'riklar ma'lum bir davr uchun amal qiladi. Shuning uchun imtiyozlardan muntazam ravishda foydalanish uchun ularning amal qilish muddatini kuzatib borish va o'z vaqtida qayta rasmiylashtirish kerak. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Xo'sh, siz bu imkoniyatlardan qanday foydalanishingiz mumkin? Qanday qadamlarni bosishingiz kerak? Pensiya guvohnomangizni doim o'zingiz bilan olib yuring. Bu sizning asosiy kalitingiz. Uning nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Asl nusxani yo'qotib qo'ymaslik uchun ikkinchi qadam mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Bu sizning birinchi va eng muhim manbangizdir. Mahalla raisi, maslahatchisi yoki ijtimoiy xodimi sizga mavjud imtiyozlar haqida batafsil ma'lumot berishi mumkin. Ular sizga aynan sizning yashash joyingizda qanday imtiyozlar borligini, qaysi imtiyozlarga qaysi toifadagi nafaqaxo'rlar ega ekanligini tushuntirib berishadi. Ularning yordam bilan siz ko'plab savollaringizga javob topishingiz mumkin. 3-qadam, tegishli idoralar bilan bog'laning. Kommunal to'lovlar uchun chegirmalar. Hududingizdagi elektr ta'minoti, gaz ta'minoti, suv ta'minoti idoralari, g'aznaxona bo'limi va chiqindi yig'ish korxonalari bilan bog'laning. U erga borishdan oldin telefon orqali kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlashtirib olishingiz mumkin. Odatda pensiya guvohnomasi, pasport, mahalla ma'lumotnomasi va uy daftari talab qilinadi. Jamoat transporti imtiyozlari. Shahar transport boshqarmasi yoki har bir transport turining o'z boshqarmasi bilan bog'laning. Toshkentda bepul harakatlanish uchun pensiya guvohnomasini ko'rsatish kifoya. Ammo viloyatlardagi imtiyozlar uchun transport kartasi rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Tibbiy xizmatlar va dori-darmonlar, poliklinika yoki oilaviy shifokoringizga murojaat qiling. Ular sizga imtiyozli dori-darmonlar ro'yxati, sanatoriy kurortga yo'llanmalar olish tartibi haqida ma'lumot beradi. Pensiya guvohnomasi va pasportingizni doim yoningizda olib yuring. Soliq imtiyozlari. Hududingizdagi soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Mulk solig'i yoki yer solig'i bo'yicha imtiyozlardan foydalanish uchun pensiya guvohnomasi va kadastr hujjatlari kerak bo'ladi. Bepul yuridik yordam. Adliya vazirligining hududiy bo'linmalaridagi yuridik maslahat xonalariga yoki davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan nodavlat tashkilotlarga murojaat qiling. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va moddiy yordam. Yana bir bor mahalla fuqarolar yig'iniga, shuningdek pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ular sizni tegishli dasturlar va ularga qanday murojaat qilish bo'yicha yo'naltiradi. 4-qadam. Barcha hujjatlarning nusxalarini to'plang va saqlang. Pensiya guvohnomasining, pasportingizning, arizalaringizning va boshqa berilgan ma'lumotnomalarning bir nechta nusxasini qilib qo'ying. Bu keyinchalik kerak bo'lib qolishi mumkin. Har bir murojaatingizga doir ma'lumotlarni yozib boring. Qachon, qayerga murojaat qildingiz, kim bilan gaplashdingiz, javob nima bo'ldi? Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. 5-qadam. Sabrli bo'ling va o'zingizning haqlaringizni talab qilishdan qo'rqmang. Ba'zan jarayonlar uzoq davom etishi mumkin. Agar biror idorada sizga yordam berishdan bosh tortishsa, sababini so'rang. Yozma javob talab qiling va yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qiling. Hurmatli do'stlar, bugun biz pensiya guvohnomangizda yashiringan 9 ta eng muhim imkoniyatni ochib berdik. Esingizda bo'lsin, bu sizning shaxsiy huquqingiz va siz ulardan foydalanishga to'liq haqlisiz. Bu imkoniyatlar sizning hayotingiz sifatini sezilarli darajada yaxshilashi, moliyaviy yukingizni kamaytirishi va sizga ko'proq erkinlik berishi mumkin. Pensiya guvohnomasi shunchaki shaxsni tasdiqlovchi hujjat emas, balki sizning ijtimoiy himoyangiz va qo'llab-quvvatlanishingiz uchun yaratilgan bir qator imkoniyatlarga eshik ochuvchi kalitdir. Umid qilamanki
Bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Shu imkoniyatlardan qaysi haqida siz birinchi marta eshitdingiz? Siz allaqachon ulardan qaysidir biridan foydalanasizmi? O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qadrli. Ushbu videoni do'stlaringizga, qo'shnilaringizga va ayniqsa keksa yoshdagi qarindoshlaringizga yuboring, toki ular ham o'z huquqlarini bilib, ulardan foydalanishsin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosing. Siz bilan Alisher Mahmudov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.